Assalomu alaykum. Sizlarga yomon kunimni ham aytganman, yaxshi kunimni ham aytaman. Bugun juma. Alloh meni subhanalloh deyorasizlar. Alloh meni 2 marta juda xursand qilgandi-da hayotimga. Juma kuni Ammor tug'ilgandi. O'g'il farzandim. Juda xursand bo'lgandim. Men sinov kelgan vaqti 5 yil so'ralgan vaqti bo'ldi, endi chiqmasam kerak degan paytim, juma kuni suddan chiqib ketgan vaqtim juda xursand bo'lgandim. Chiqib keta olmasam kerak deb turgan vaqtim sud zalidan chiqib ketgandim. Juma kuni juda xursand bo'lgandim. Bugun juma 3-marotaba ham juda xursand bo'ldim. Baland ovozda gapiryapman. Bugun ham o'g'il farzandli bo'ldim juma kuni ham. Allohdan so'radim, Alloh farzand bersang, 4-farzandim o'g'il bo'lsa ismini Muhammad qo'yaman dedim.